89. Sura Fajr. Məkkədə nazil bolğan 30 ayet. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ның ismi bilan başlayman. Sübhi bilan Zulhəccənin dəsləbki 10 keçisi bilan, Qurbanlıq günü bilan, Arpa günü bilan, kainatның ajoyib hərəkəti bilan ötən keçə bilan qasamki, kafirlarga çoxum azab qılımız. Aql egisiga buningda ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Parvardigoringning ad kuchlik iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Shuningdek, vadi qo'rada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi? Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandoq jazoladi? Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. O yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. Parvardigori insonni sinab rizqini tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan hadab yeysizlar. Malni herislik bilan nihoyatda do'st tutsizlar. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zamin orqa-marqa tavritilgan chog'da, Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chog'da, gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chog'da. Shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chog'da eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadiki, kashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. Hamda hech ahadi Alloh bog'lagandek bog'lamaydi. Ey aram topquchi jon, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin. Mening jannatimga kirgin.